Mebelni puliga bir donasini olasizlar. Lekin kattaligini qaranglar, nihoyatda. Mana shu bitta katta xonadonni egallab qo'yar ekansizlar. Adashmasam 16 18 ga bola chalagi bo'lsalarning 25 tagacha bola chalagi bilan sig'orar ekansizlar. Xonlarini kattaligini qaranglar. Mana biri adashmasam 120 50 140, yana bilmayman. Xo'p, aka, mana shu ikkita xonani mebelni puliga bittasini berib yuboraman deyapsiz. Nech pul mana shu bo'lishi? Bo'lishi bo'ladigan bo'lsa 15 millionga. 15 millionga. Stullari bilan beraman. Dastlabkasi faqat Andijon viloyatiga ekan. Boshqa joylarga mashina bor chiqarib yuboraman deyaptilar. Muammo emas, kelishilgan asosda. Faqat akalar ulgib qolamiz, bunaqa doimiy bo'lavermaydi. Bizda yangi voice pozitsiyasini bosib qo'ying, ishlab chiqarish biznesini birinchidan ko'rib borasizlar. Mayli chivin bor ekan, nima qilaylik? O'ldiraylikmi, o'ldirmaylikmi? Mayli, yashaversin, yashaversin. Xullas, lekin nihoyatda zo'r ekan. Qarang, jaydalicha zo'ri, abzo'ri bizdan va like, kommentariya bizda yangi voice pozitsiyasini bosib qo'ying. Mana unisini ham qulayligi shunaqa zo'rki, shuni o'tirganingizda prosta kayf qilasiz xolos, boshqa hech nima emas.